Arkadaşlar Kamol'un bizim kanalına hoş geldiniz. Bugün videomuzda yana bir gelmez. Bu gözlerine arkadaşlar öğretelim. Ve gittim. Valla video ne oldu da? Videonu sizlerge benim Alex Don Dişin kanalına tavsiye kılardım. Bunda review'ları avatarkalar kuchli. Mana hattoki mendan videosi bor edi. Mana sizlarga ham nima topshiriq qilaman. Shunaqa so'rab aytaman. Mana men ham shunday yozaman. Yana qada nima kerak? Nima kerak? Ahmadning dada. Voy, вообще durishda mashinalarni qo'l qaranglar, mana qishiga. Shunalarni men yasayman. Men sizlarga shu kanalni tavsiya qilaman. Unda mana yozishga yozinglar. UZB pastga chiziqcha neda? Mana shu bolalar shunday. Mana UZB desang deb yozinglar. UZB joylashdim. UZB desing. Mana shunaqa yozing desing. Mana shu bolalarga murojaat qildim. Buni previewlari вообще bunda biz videoni boshladik. Sizlarga birinchi bo'lib nima do'q kerak? Do'q ya'ni bot. Bazılar mana qiskinda qanday qo'yding? Mana shunaqani qimirlata olmaysizlar. Faqat mana shunaqa qimirlaydi. Birinchi bo'lib sizlar qilganlardan keyin mana shuni 2 marta mahanga bosinglar, mana shunaqa yana. Keyin sizlar qilib kirganlardan keyin sizlar mana bu narsaga kiringlar. Mana shu narsaga. Keyin ichkariga kirgandan keyin mana qizlarda boshqacha chiqadi, lekin sizlar mana shu plusni bosasizlar. Mana shu plusni skinlarni qo'yasizlar. Men skinim men skinim pasroq. Ular skinlarni ham bir marta saqlang qilinglar, bo'lmasa boshqa pasroqda bo'lsa bu yoqqa bormaydi. Yo'q chiqqanmi avatarga? Mayli. Давайте. Qilib qo'yinglarni. Skinni qo'yasizlar-da. Mana keyin sizlarda almashib qolaveradi mana shunaqa ham. Men sizlarga mana bunaqa yasashni tavsiya qilardim. Mana shu kallasini ozgina pastga qilasizlar-da. Va sizlarga men bir kanal ochaman. Mana shunaqa qilasizlar-da. Keyin mana shu bitta sandiqcha tashlab qo'yaman. O'shani mana shu qo'yib yasaverasizlar. Bunaqa yasaganman. Biz esa hozir men sizlarga mana bunaqa yasashni o'rgataman. Shunaqa edi. Kecha yasaganimda esimga tushib ketdi. Lekin men hozir mana bunaqa yasamoqchiman bolalar. Bugün öyle yaptım bunu kecha. Lekin hali yasamagandim. Yo'q, qaranglar. Mana buni olasizlar-da. Mana mashaq qo'yasizlar. Ya. Mana mashaq qo'yasizlar. Keyin buni mashinasiga orqaroqqa mashinasiga qo'yasizlar-da. Mana shunday. Mana shunday qilib qo'yasizlar. Keyin kallasini mana qilib qo'yasizlar. Mana shu turish kerak. Mana bu esa bunaqasi
sizlarga. Mashaqqat suylarni qo'yib yasaverasizlar. Sizlarga mana shunaqa. Sizlarga mana shuni yasashni tavsiya qilaman. Va esa buni yana savol qilib qo'yishga buyurdim. Sizlarga nima bunaqa yasashni desam bunaqa qilib qo'yaman. Mashinaga qo'yib qo'yasizlar. Va mashina saqlaymiz do'stlar, bu saqlayimizda video kerak bo'ladi sizlarga. Zedini bosasizlarda. Uchini bossalar qo'yiladi, mana turibdi. Va buni mana shunday qilib olasizlarda. Senapga kirasizlar. Sizlarga yana esdan chiqib qo'yishga. Hozirlar anaqa ham kerak edi. Tadbir qildim hamma. Mayli. Farqi yo'q. Mashina qildim. Tamom etdim. Sizlarga piksel kerak bo'ladi. Tamam etdim. Piksel kerak bo'ladi. Burada mayli bunaqani ham almashtiramiz. Mandaqlarni almashtirish uchun mana bu fontlarga kirasizlar. Meni mandaqlarga kirasizlar. Turgani. Samolyotdan bising. Sanaga chiziq qiladigan mana bu. Mana sapasaytiraman men. Shunda chiroyli ichini bo'yaydigan mana shunday. Mana shunday ichini bo'yaydi. Mana shunday esa ko'k rangli tanlagan. Mana kameradan samolyotni chiroyli qiladi bunday. Kimni qo'rg'anagan yo'q-ku. Qo'rg'anagan mana qayoqqa chiqdi. Mana shunaqa qilishlar bo'ldiki. Mana shunaqa. Lekin men sizlarga yaqinlikqa qo'yishni tavsiya qilaman bolalar. Men yaxshi dizaynerman bolalar. Kanalimizda hozir 32 ta obunachimiz bor. 100 ta qilinglar va 1 qilinglar bolalar. Sizlarga xohlaganlardaqa kommentariya yozib qo'yinglar, qanaqa yasashni o'rgatay. Xohlaganlardaqa o'rgataman. Mana ham sal kuchaytiramiz. Ozgina kuchaytirish kerak buni ham. Mana. Hozir endi ham bitta yasaymiz. Yangi videoda men sizlarga keyingi shuni yasashni o'rgataman. Biz bular mana buni kurvedaganga kirasizlar va uni mana qilsanglar bo'ladi. Sanaqa qilay. Shunday kameradan deysiz ham shunaqa. Shunaqa qani. Anaqa ham bor edi. Lekin mana shunaqa. Piksellarda yasash juda ham oson. Sizlar boshida yasaganlarda sizlarga qiyin bo'lishi ham mumkin bolalar. Men ham bir marta birinchi marta yasaganimda qiyinroq bo'lgan. Keyin hozir o'rgandim, bemalol bo'lib qoldi. Bo'ldi bolalar, biz avatarkamiz tayyor. Ya'ni tekstimiz. Sahihingiz chiqishi uchun, ya'ni galeriyaga tortib olish uchun mana shuni bosasizlar va bunga kirasizlar va bunga kirasizlar. Meni bosasizlar. Tortib oldi. Yanagi videoda sizlarga mana bundayni o'rgataman.
to'playmiz. Qilib mana bu oldingi, keyin men yangi kuchayib ketib, yangi yasashni o'rgandim. Negadir to'g'ri ekan, shunga ishlandim. Stop, bunlar mezlere yakalanmak ketaman. Gençler foto ve klaslarda. Novi klaslar. Evet. Hemen mikrofonları. Sizler ne yapın? Hemen kısadır sesten çıktı. Verecekti o sesleri kim yapmış nakşıkacı. Ana. Yonlarga agar yonlarda narsa qolib ketdi desalar, ular moda qilib beryapti nimagadir. Bilmas, bunday moda qilyapti. Endi telefon qo'yamiz. Telefon. Bakın bu sesler, mana buni qo'yaman men. Mana shunaqa katta qo'yamiz. Men bolalar Telegramda men kerak bo'lsam, o'sha bratanda ham qo'yasizlar. O'sha bratda, o'sha meni dizaynerim. Men dizaynerim, o'zim dizaynerman. Menga bemalol yozasizlar. Sizlar menga aytinglar, yasab. Mana bolaga ham aytinglar. Bu yashib web ana. Ish qilib shunga o'rganib qo'yganman. Piksellar bilan mana shunga yonlarga chiziq qilishga ham mana shunga. Yonlarga chiziq qilish uchun sizlar mana virazakni bosgansizlar-ku. Mana shuni bosasizlar. Mana shuni bosasizlar. Keyin mana shunaqa yonlarga bemalol chiziq qilasizlar. Men hozir chiziq qilsam bo'ladi. Menga mana buni yoqadi. Mana shuni qo'yib qo'yaman. Ana nima chiqdi? Ya orqaga fo'q qo'yman. Mana biza qanaqa chiqdi avatarga. Bo'ldi. Hammaga xayr, sizlar bilan minigamiz bo'ldi. Hammaga xayr bo'ldi.